Hello do'stlar, sizlar bilan men Extromen bo'laman va bugun video ko'rib turganlar previewda ko'rgan bo'lsanglar ham Megablok Warda Survival ana bu esa eng kichkinasi ekan. Mana eng kichkina Megablok. Bizning maqsadimiz esa full olmos bo'lish. Bo'lmasam biz ketdik. Biz endi birinchi ana bu yog'ochga borishimiz kerak. Uning uchun bizga ko'p loy kerak va men endi ko'p loy toplayman. Va nihoyat men keldim, ana bu yerdan keldim. Biz endi faqat pastga tushishimiz kerak qoldi. Biz hali bu ko'rinishda juda osonga o'xshaydi, lekin men hali buni bilaman. Juda ko'p qiyinchiliklarga uchrayman, chunki Megablokda survival qilayotganimda juda qiyin. Full olmos bo'lish undan ham qiyin. O'z maqsadimiz full olmos bo'lish. Men termi tushib ketgandim. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu yerda moblar bo'lishi kerak. Men buni avvallari o'ynab ko'rgan edim, yo'q ekan. 4 ta qo'ychuni bizda bor. Xullas biz bu yerdagi hamma yog'ochlarni olamiz. Va men bu yerda barcha yog'och to'plashim shart emas deb o'ylayman, chunki bu yerda yog'ochlar juda ko'p va biz ana toshga borib tosh ishlaymiz. Bu safar videoni bo'lib o'tirmayman, chunki juda zerikarli bo'lib qoladi. Shuning uchun men bo'lib o'tirmayman. Shunchaki bloklarni olib o'sha yerga boramiz va ketamiz. Men boshqa ishim yo'q va sizlarga men bo'lguncha bitta kanalni tavsiya qilaman. Flokonti videolar ajoyib va qiziqarli. Kanalda 4000 obunachisi bor. Shortslar ham bo'ladi. Archvaq Minecraftda 100,000 ton portlatdan olingan videosi ancha mashhur ekan. Ko'rishni maslahat bermayman, chunki menga archvaq yoqmaydi. Ammo ko'rsanglar ham bo'laveradi. Ammo baribir ham ko'rmaganingiz yaxshiroq-da. Va endi biz mana versak kerak, verstak. Mana bitta versak, bitta cho'p yasaymiz. Versakni qani? Yasamadim-bu men. Yasamabman-ku. Ana endi aniq yasadim. Shu yerga versak bosamiz. Ko'p narsa endi biz toshning ichiga kirishga harakat qilamiz. Tosh blokidan ham chiqdim. Endi esa biz versak va yog'ochlarni ham olib toshni oldim. To'xta, biz versakni narsa, ya'ni toshli narsalar yasab olishimiz kerak. Toshli kirka yetadi, chunki biz temirdan keyin olmosga o'tishimiz kerak. Shuning uchun bo'ldi, biz demak yugurdik. Ketdik. Yugur, shunda ham yugur. Biz o'lib qoldik. Ammo keep inventar yo'qilgan, men yo'qib qo'yganman. Xullas, endi biz TNT blokiga boramiz, ko'proq yer olib. Va men mana TNT blokiga ham keldim. Endi esa biz temir olishimiz kerak. Biz faqat temir uchun kelganmiz. Bizga menimcha 3 ta temir blok yetadi deb o'ylayman. 3-inchisi ham olindimi? Uchinchisi ham oldi. Buni bu turoqda qo'yamiz va endi biz bu yerdan chiqamiz. Juda ko'p yer olgan edim va ular ortdi. Endi esa davay biz olmosga boramiz. Maqsadimizga erishamiz. Biz maqsadimiz sari yo'lga boramiz. Barakalla, parkur. Menga parkur juda yoqadi. Biz to'xtanglar. Shu yerda yana bir narsa muhokama qilishimiz kerak. Biz buning ichiga kirib olishimiz kerak ekan. Endi biz bu yerdan chiqishimiz kerak. Qoch. Ammo temir narsalar yasamadim-ku. Yasashim kerak edi. Stikdan yasaymiz. Temirlar. Biz temirlar ko'paytirib olmadik-ku. Va mana men narsalar yasab oldim. Aytguncha men hamisha aytadigan kanalim bu o'zimning mod kanalim, chunki shu yerda hamma modlar bo'ladi. Qalqon, savg'alatroq ko'rsatyapti. Ammo biz olmos blokiga borib, full olmos bo'lib olamiz va shu joyda video tugaydi. Boshlayotgandek Flokonti kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Va men undan challenge bajargan videom ham bor. Shuni ko'rsanglar ham bo'laveradi. Ko'rishni maslahat bergan bo'lardim, chunki ajoyibda. Men uni challenge'ni bajardimmi yoki bajarmadimmi? Buni esa o'zlaring bilib olasizlar. Bizga faqat 3 ta olmos bloki yetsa kerak. Yo'q, yetmaydi. 4 tasi yetishi mumkin.
ikkita bo'ldi, uchta bo'ldi, to'rtinchisi ham. Yo'qolsang-chi. Va mana endi biz versakni qo'yishimiz kerak. Versak endi esa biz olmosni topamiz. Olmos, mana 3 2 1 dol. Endi esa olmosdan brunya 2 1 4 va qilich olg'a. Yetmay qoldi. Yana bitta olmos blok. Olmos blok qani yo'q ekan. Va shuning uchun mana shu yerdagi olmos bloklarda ham olmoslarda ham olaveramiz. Ola men full olmos bo'lib oldim. Sizlar esa kanalga obuna bo'linglar. Men bajardim. Va dunyoda boshqa hamma challenge'larni bajardim. Agar bajara olmaganimni ko'rish istasanglar, bu videomda bo'ladi. Albatta siz ko'rishingiz mumkin. Obuna bo'lganlarga mana shu qarsaklar va yo'qsa bunaqa bo'ladi. Qalqib o'xshamaydigan mayli. Xullas, hammaga xayr.